Termiz davlat universiteti yuridik fakulteti tomonidan prezidentimizning tegishli farmoni ijrosi doirasida nazariyadan amaliyotga huquqiy normalarning xizmat faoliyatida qo'llanilishi mavzusida amaliy ko'rgazmali tadbir tashkil etildi. Mazkur tadbir O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi huzuridagi Qorabayir otlari mahorat maktabida bo'lib o'tdi. Unda yuridik fakulteti professor o'qituvchilari, talaba yoshlar hamda Milliy gvardiya tizimi vakillari ishtirok etishdi. Tadbirning asosiy maqsadi talabalarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan uyg'unlashtirish, huquqiy normalarning xizmat faoliyatida qanday qo'llanilishini bevosita amaliy misollar orqali ko'rsatib berishdan iborat bo'ldi. Insonda komil inson bo'lib shakllanishida albatta unga ilm, ma'rifat, tarbiya, bundan tashqari jismoniy sog'lomlik talab qilinadi. Bilamizki, davlatimiz hozirda sportga hamda ilmga bo'lgan e'tiborda yuksak darajada olib boryapti. Xususan yuridik ta'limga bo'lgan e'tiborim prezidentimizni, davlatimiz rahbarini e'tiborlarida 2025-yil 26-noyabrdagi prezidentimiz 232-sonli farmonida ham o'sha yuridik ta'limda nafaqat konsepsiyalar asosida, balki talabalarga amaliyot bilan integratsiya qilingan holatda olib borish topshirig'i ketgan. Mana shu topshiriqlarning ijrosi o'laroq Termiz davlat universiteti yuridik fakulteti ustoz o'qituvchilari ham hozirda talabalarimizga nafaqat o'sha bilimlarni konsepsiyalar asosida, balki uni amaliyotda qo'llash borasida ham turli xildagi chora-tadbirlarni amalga oshirilmoqda. Shuningdek, huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatida qonun ustuvorligi, xizmat intizomi va huquqiy mas'uliyat masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Mana bugun biz do'stlarimiz bilan birgalikda Surxondaryoda tashkil topgan Qorabayir nomli mahorat maktabiga tashrif buyurdik. Bu yerda biz do'stlarimiz bilan birgalikda maroqli dam o'tkazmoqdamiz. Buni o'ziga xos jihatlari shundaki, siz agar bilsangiz, otlar insonni depressiyadan, stressdan chiqarar ekan. Xuddi shu o'rinda men mana shu Efi raqamli otni minib ko'rmoqchiman. U ot menga o'ziga xos ruh, o'ziga xos motivatsiya bermoqda. Otlarni yana bir o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu o'ziga torta olishi va insonlarni tinchlantira olishi. Siz bilasizmi, har bir otni o'zining xususiyatlari va o'zining fe'llari bor. Siz otning oldiga yaqinlashganingizda u sizni his qiladi, u siz bilan birgalikda nafas oladi va sizni u o'ziga jalb qiladi. Otlarda yana bir narsani his qilishimiz mumkinki, insonlar bilan birgalikda ular bir tana bir jon bo'la olishadi va biz mana shu har birimiz do'stlarimiz bilan otlarni sayr qilib, otlar bilan birgalikda o'zimizni vaqtimizni mazmunli o'tkazmoqdamiz va bu uchun Milliy gvardiya xodimlari hamda ustozimizga rahmat aytamiz. Amaliy mashg'ulotlar davomida ishtirokchilarga Milliy gvardiya tizimida xizmat olib borish tartibi, huquqiy asoslar hamda Qorabayir otlari mahorat maktabi faoliyati haqida batafsil ma'lumot berildi. Talabalar xizmat jarayonida huquqiy me'yorlarning qo'llanilishi bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Mazkur tadbir yuridik ta'lim sifatini oshirish, talabalarning kasbiy ko'nikmalarini mustahkamlash hamda ularni kelgusidagi xizmat faoliyatiga puxta tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi deyish mumkin.